Captiva avtomobillari michik balon qo'ysam michik bo'lib turadi deb so'ragan klientlar uchun 2.65 litrlik qo'ysangiz arkanga DC sidinasi olib tashlanadi. Yo'q, arkanga DC sidinasi joyida tursin, kerak bo'ladi. Mana 3-rat sidina desa, shunda kasholka bo'ladi. Kasholkani olib tashlab, kasholkani o'rnidan 1.30 litrlik qo'ysa bo'ladi. Keyin zapaskasini o'rnidan 2.30 litrlik qo'ysa bo'ladi. Tarinab gulishtinni tunchasi ozgina kichaytiriladi. Firdirka qilinishi kerak. Shunda arkanga rat sidina turadi. Yo'q, 2.65 litrlik baland to'p qoladi. Pastroq variantda lekin sidina kerakmaydi desangiz 4.30 litrlikning sherat versa oladi. Premierni 6-7 sm-lik ko'tarilib qoladi. 4.30 lik bilan 2.65 litrlikning obyomi 1. Bu avtomobilimiz 2.4lik, shahar ichida 200 dan 250 odam daxlasa yurib boradi. 3.30 litrlik qo'ysangiz 180, 170 shahring atrofida yuradi. Avtomobilimizning motor qismi stak оборудование bilan ustanovka qilingan. Stak gofas bilan qo'yilgan. ADAX reduktorlar sportniy variantda 0.2 injektorlar bilan ustanovka qilingan. 0.2-0.3 injektorlarning ishlash prinsipi почти bir xil, lekin 0.2 injektor bir-birini deyib yopishib turgan variantda bo'ladi. Bular отдельный qo'yishning iloji yo'q. Отдельный qo'ysa bo'ladi, lekin keypli chiqmaydi-da motor taraf. Injektor отдельный bo'lganning hisobini shlankalar yayrab ketadi bo'ladi. Shuni hisobini lutchi 4'si 1 turgan injektor qo'ysa, chotki turadi. Motor tarafini ochgan vaqtdan bir приятный klient bir odamga bir приятный ko'rinadi-da, akkuratni chiqsa o'zlaringiz yaxshi-ku baribir. Ustanovkamiz xudo xolasa full komplektatsiyada bo'ldi. Stak gofas оборудование bilan qo'yildi. Mashina atmosferli mashina, turbina emas, shuning uchun stak gofas bilan qo'ysa bo'ladi. Atak turbina oladigan bo'lsa, stak Kunix yoki stak Kubox оборудование bilan ustanovka qilsa bo'ladi. Mashinamiz bo'ldi, xudo xolasa zapravka qilib kelsa, kompyuter diagnostikalarni qilib cho'tkatib beramiz. Narx-navo bo'yicha pastda telefondan qoldiramiz.